Hanım kızlar, endi bayamqı quymoqning xamiri bo'lib, musharati bo'ldi. Buningga mavaliqi sudani salamiz. Mana xamirimiz mana bo'ldi. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Inshaalloh bo'ladi xamir. Ben buningga mana tayyorlab olgan piyazimizni salamiz, ko'k piyozni. Silib, buningga endi tuxum chaqamiz. 5 dal tuxumni chaqib, buningga tekshi aralashtiramiz. Aralashtiramiz endi. Musholat aralashtirib, uni suyuq bir umoch holati keldi bu. Hemen tekşe aralashtiramiz. Tekşe aralashtirib. Hanım kızlar mana hamsa, maşta bo'ldilik aralashmamiz. Musholatda suyuq bo'ladi bu. Hamda buni mayga qo'limiz azroq mayla bilib turib, az-ozini uzib bilan mayda pishiramiz. Hanım kızlar unda olsa, meyimizga tekizib turib qo'limizni. Bayam qilma, u masholatdiki, aralashmamizni uzib elib. Bu xamir naytib bo'sh o'g'ashqa, qulog'ini maylab turib, ishtik-ishtiklab uzib bilan qozonga solsaqlar, naytib chiroyli yumshoq. Hem o'zi shakli kirgan bo'ladi, ham yumshoq chiqadi. Yeni bir ko'zlikdan uzib elib. Bunu bir tarafı tatlıkıp pişip olğanda yana bir tarafı örüyoruz. Anda bir tarafı pişmesi vaxtida aldıkən iki qatdan ya üç qatdan örürsek olmaydı. Ot astılab qalsa, may işçi oldu, hem qatmal çıqıb oladı. Ot işçilib qalsa, qetib pişmaydı bana. Otuna yaxşı tanışmasak olmaydı qanılar. Unda olsa, bugünkü mana pişib çıxan aldı. İşte pişib çıxdı. Bugünkü mağı. Tabanı kızartıp alsak burada hanımlar. Mana şu quymoqni pishib chiqqan oldi musholatda bo'ldi. Qolgan o'zinglar boshqa usulda silib iste'mol qilsanglar.